Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar. Toshkent telekanalida Trendtasiz dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Bugun ham bir serqirra ijodkorni ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum Toshkent telekanali. Assalomu alaykum Trendtasiz dasturining ashaddiy muxlislari. Biz yana bir bor efirdamiz. Ha azizlar, bilamiz. Siz Trendtasiz dasturini har doim kutasiz. Trendtasiz dasturida keyingi mehmon kim ekan deb albatta qiziqyapsiz. To'g'risi bizga ham qiziq. Albatta bu insonni Toshkent oqshomi ko'rsatuvimizda mehmon bo'lishgan, lekin o'sha qolib ketgan savollarimiz bor edi. O'sha qolib ketgan savollarimizga bugun Trendtasiz dasturida javob olamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Kutib olasiz. Ko'rsatuvimiz mehmoni Surat Islomov. Bizga ham qiziq kimligi, kim ekan o'zi bu odam. Nima qilib o'tiribdi bu yerda biror ish qilganday. Har doim salomlashayotganda Sherzodni atilabdan qilaman-da. Sherzod gapirmay tursin, shunda gapirib mehmonni e'lon qilib yuboraman-da. Har doim shunaqa qilaman, bugun ulgurib qoldim lekin mana aka. Lekin men o'tgan safar ko'rsatuvga ham e'tibor berdim. Tempili juda har xil ekan-da. Stakomani don deydi, yaxshi odamga aniq qiladigan. Tepani o'tadan kirib kelar ekanlar. Ko'ryapman Surat akani ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramingizda ko'ryapman aka. Istoriyalaringizda har doim seriallarda, syomkalarda aka juda ham aktivsiz. So'shlasa kerak. Ha? Shunaqa bo'lsa kerak. Nimaga aka baribir bir suhbat qilganimizda hali baribir ijod deysiz, o'sha serial, boshqa narsalar, o'sha masalan novellalarga ozgina qiziqishim kamroq deb degan narsani ishlatdingiz. Bunga sabab nima aka? Yo, endichi mana bunaqa narsa qiziqishim kamroq emas. Avvalgidan, yoshlikdagi o'sha. Endi ilgari baribir ana hamma san'at любой o'zi soha boshlayotganda, karyera boshlayotganda pul 27-darajada bo'ladi-yu, pul ijod qilgisi keladi, yangilik qilgisi keladi. Kecha bizda hozir aka 27 manda bir 35-38 larda hozir. Yetib kelasiz, hali uylanib, bola chaqali bo'lib, ro'zg'or kerak bo'lib qoladi. Birinchi planga o'tib ketib qoladi, lekin ijodkorda birinchi planga o'tmaydi-da pul. Baribir ijod. Misol uchun o'sha o'tgan safar gaplashganimizda ham boshqa ishlarimiz ham bor deb aytganman, lekin baribir ijod tortib turar ekan-da odam. Men atrofimda ko'p ijodkorlarni sezaman, vaqtida san'atni yig'ishtirib o'rgan, lekin baribir qaytib kelyapti-da. Qo'shiqchi bor, qo'shiq aytyapti, aktyori bor. Boshqa ish tarasi pul topgan, lekin baribir shunga aralashib turmasa, qanaqadir kasallikka o'xshaydi. Ana unaqa gap bor-ku, ana uni ko'rdingmi, yana chiqayotgan ekan, bir ko'rinmay qolgandi degan gaplar bor-ku. Bir ko'rinmay qolgandi, yana chiqayotgan ekan. Keyin men bilasizmi, oxirgi payt nima haqida o'ylayman? 2-3 kun oldin hozir qaysidir savolda bo'ldi orada. Qiziqishim qolmagan deb. 2-3 kun oldin eslayotgandim-da, mana shu Tekno studiyada ishlardim, redaktor bo'lib, shu rejissor akalar o'tirishardi. Men savol berardim, lekin qachondir biz ham kinoda o'ynanar ekanmiz. O'ynaysan, xudo xolasa harakat qilsang, nima o'ynamaysan, o'ynaysan deb menga anaqa motivatsiyalar berishgandi. Keyin biz orzu qilgan narsalar bo'ldi-da, hammasi. Shu niyat qoz gaplashib, niyatga bordik. Keyin o'zimizcha shu patolog ko'rib qo'ydik, charchab qoldik, dedik, qiziqishlar olib qoldik dedik. Xudoyim shu narsani qanaqadir ma'noda olib qo'ydi. Boshqa ishlarga aralashib ketib qoldik. Lekin hozir bilasizmi shu kunlarda nimani o'ylayapman, nimani xohlayapman? Aynan shu kunlarda. Qolgan ishlarim uje qanaqadir ma'noda jonimga tegdi. Ijod qilgim kelyapti. Ha, bo'ldi. Men rostdan o'tirib, shu eski shu Surat Islomov bo'lib, yana o'sha ruchka qalam olib, kinolarga, kompyuterlarga o'tirib, ssenariylar yozib, nimadir voqealar o'ylab topib, shu kinolar yozib, kinolar olgim, qo'shiqlar aytgim kelyapti. Aka, lekin misol uchun hozir aytyapsiz, o'sha avvalgi Surat Islomov bo'lishimni xohlamayman. O'shanga yana qaytib ijodga qadam qo'yapman deyapsiz. Baribir bunga sabab bo'ladi. Qanaqadir kimnidir qilgan ijodi, misol uchun ko'rasiz-ku baribir. Mana bu og'ayingizni ko'rasiz, bir televizorda bir yaxshi kinoda o'ynagan bo'lsa, o'zingiz masalan kursdoshingiz, og'ayingizni ko'rasiz, tanishingizni ko'rasiz. Voy, mana bu yaxshi ijod qildi, yaxshi narsa qildi. Men ham qilishim kerak degan narsa u baribir hamma ijodkorda bo'ladi-da. Baribir o'zini tanishi, og'ayinisidan shunaqa bir sabab bo'lganmi? Menda shu teskari sabab bo'ldi. O'zim eski ishlarimni ko'rib qoldim. Serialimni ko'rdim, unga bo'lgan odzivlarni ko'rdim. Hozirgi men chiqayotgan seriallarni ko'rdim-da, odziv ko'ryapman, ahvatini ko'ryapman, prosmotrini. O'zim qilgan ishlarni ko'ryapman-da. Cho'si, yo'q, bilmayman. Hayron qolasiz-da. O'zim qilgan ishda men o'zim maza qilib qilganman. Shuni hisobiga tomoshabin ham maza qilgan bilmayman. Endi men hozir
o'zimni maqtash. Yo, maqtashmas aka, to'g'risi. Bu O'zingizda qo'shib o'tgan tur. narsani Ha. tomoshabinlarga bemalol. Misol uchun mana bitta karantindan oldin Parokanda degan serial boshlaganmiz. Kanallar bilan ma'lum bir sabablarga ko'ra kelisha olmaganmiz. Narx masalasida aktyorlar o'tib qolgan. Lekin nima bo'lsa bo'ldi, YouTube o'ziga beramiz, YouTube'da tortib ketsa domini olamiz deb bersak, o'sha paytda efirda ketayotgan seriallar 10 ming, 15 ming prosmotr bo'layotgan paytda 500 ming, 600 ming prosmotr urgan. Hech qanaqa reklamasiz. Keyin uni kelgan joy, keyin YouTube'dan birinchi oydan pul chiqdi. Xursandmiz, davom ishlaymiz deb bang etib monetizatsiya o'chib qoldi YouTube'da. Keyin hafsalar bir bo'lib to'xtatganmiz, lekin YouTube o'zida qo'yilgan kinoga hali ham odamlar yozadi davomi qachon chiqadi. Men o'zbek kinolarini ko'p ko'raman, lekin bunaqasini aytishdan Qaysi serial bu? Parokanda. Parokanda nechinchi yil olingan? Bu 4 yil bo'pti YouTube'ga qo'yilgan ekan. Rejissor o'zingiz. Ssenarist, rejissor o'zim. Institutda davrlardan so'ng, o'sha institut bitirgandan so'ng juda ko'p kino studiyalariga eshigini taqalatgan ekansiz. Ha, nima bo'ldi? Ayrim bir kino studiyalarida eshigi ochilgan, ayrim birlarning ochilmagan. Ko'piniki ochilmagan. Ko'piniki ochilmagan. Natijada o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilib boshlagansizda, mana o'zingiz ssenariy yozib, o'zingiz kinolar olib. No, ssenariy yozishni o'rganishimdan maqsadim o'zi kinoda o'ynash bo'lgan. Menga anu motivatsiya bo'lgan Sylvester Stallone. Turkiy aktyor deyshar ekan, taxallus shunaqaga laqabi. O'zi ssenariy yozgan ekanda, nechtadir kino studiyaga olib borgan ekan. Qaysi birlarga yoqmay, qaysi birlarga yoqqan bitta kino studiya bo'ldi, yoqdi, sotib olamiz. Bo'lmasa ular ssenariyga 5 yil degan arar beradi. O'zim o'ynayman degan o'sha. Qat degan arar beradi ssenariyga. U aytganki, ssenariyga $1 beringlar degan. O'zim o'ynayman. Kino studiya hayron bo'lgan $1 nimaga bunaqa sabab, nimaga bunaqa arzon desa, o'zim faqat geroy o'zim o'ynayman degan. Sen turkiy ekansan deb shu bilan turkiy taxallusni olib ketgan. Lekin shunaqa omadli kelgan o'sha Ramboni birinchi Rocky boksyor haqidagi filmda Rocky'ni o'sha birinchi qismi bo'lgan, shu boksyor haqida ko'pchilik deydi. Sylvester Stallone o'zi aytadi, bu boksyor haqida kino deb ko'radi. Men o'tda qiyinchilikdan qanaqa muvaffaqiyatga erishgan odam haqida istoriya bu, men haqimda istoriya bu deydi. Shunaqa omadli kelgan ekanki, o'sha 3-chi yo 4-chi qismiga o'zi prodyuserlik qilgan. Bo'lsa Gollivudda qanaqa katta pul ketadi kino olishga, o'zi prodyuserlik qilgan ekan. Men ham bu, demak, men ham shunaqa qilaman deb olib borib kino studiyalarga bir ikkitasiga o'tgan, shunaqa desam, bizda O'zbekiston sistemi boshqacha ekan, yo'q deyishgan, sen mashhurmasan, senga bizda pul tuka olmaymiz deyishgan, отказ qilishgan. Keyin bitta joyda deyishgan, sen o'sha 27-darajali rolda chiqishing mumkin, lekin men buncha gonorar ham beramiz deb arzimagan pul aytishgan. Lekin o'sha pulni ham berishmagan alda borishga o'sha paytda, lekin anu rolda chiqqanimni o'zi menga motivatsiya bo'lgan, va nimadir qilsa bo'lar ekan degan anaqa ishtiyoq paydo bo'lgan. Keyin boshqa bitta o'rtoqlarim bilan taklif tushgan, biz bilan birga o'qigan, ular bilan bitta kino o'qiganmiz. U kinoyimiz zo'r chiqqan, ommalashgan, pul tutgan odamlarga ham, o'ynagan odamlarga ham yoqqan va keyingi kinolarimiz shu asos bo'lgan. Kecha bitta savol beryapti, nimaga to'xtatgansiz kino? Chunki menda Allohga behisob shukur, mana shu kinolarda proval bo'lgan proyekt yo'q ekan. 4-5 yillik pul topmagan bo'lishi mumkin, lekin хотя бы zritelskiy simpatiya olgan. Hammasi premyera bo'lgan. Premyera bo'lgan, kassada yaxshi pul topgan, bir ikkitasi kassada pul topmagani, o'sha nomini hisobiga Gaznibos Jamshid kinoteatrda yaxshi pul topmagan, lekin eng ommalashgan kino. Nimani hisobiga? Qachon ommalashdi? U efirga ketib, YouTube'ga chiqqandan keyin. YouTube bilan efir ketgandan keyin даже o'sha katta bizni hurmat qilib, havas qilib katta bo'lgan aktyor, aktrisalar ham kelib, shu zo'r kino chiqibdi. O'sha men shunaqa kino olsam meni ham chaqirgan deyishgan. Lekin Gaznibos Jamshidda menimcha lokatsiyalari ham unaqa qiyin bo'lmaganda, faqat yo'lda. Biz shunaqa deb o'yladik, qiyin bo'lmaydi yo'lda deb o'yladik, nabarot ekan. Qiyin bo'ladi. Faqat yo'lda, endi tasavvur qiling, bitta yo'lda, bitta mashinada faqat 3 ta rakurs bor-da, o'sha 2 ta kurutni yo'q. Agar faqat shunaqa olsangiz, zritel zerikib qoladi. 1,5 soat shuni ushlab o'tirish kerak. Men o'zimcha yo'lda bitta Samarqandga borib kelganda olib tashlaymiz kinoni deb o'ylamayman. Juda adashgan joyim shu bo'lgan. Operatorskiy eng qiynalgan kinomiz. Undan ko'ra lokatsiya bo'lsa, u burchaga qo'yib, bu burchaga qo'yib, o'tdan o'xshab qo'yib, mana kerak tashlab qilsa bo'lar ekan-da, ko'chada bu qiyin ekan yo'l o'zida. Lekin dinamichni, yaxshi kino bo'lgan. Orada hech qanday zritel zerikib qoladigan narsa bo'lmagan. Zritelni qochib yuboradigan joyi yo'q. Bitta meni o'tda o'sha kassa tortmagan tomoshabin, tushgan tomoshabin mamnun bo'lib ketgan, lekin chaqirib olishimiz qiyin bo'lgan. Nimaga?
ikkita bola banerda, men va Baxtiyor Turg'unov filmni nomi ham Gazini boz Jamshid, hech qanaqa sevgi haqida anaqa yo'q, puzzle yo'q, sevgiga anaqa yo'q. Kinoteatrga kuzatyapman, shu yerda parchalar, qiz tanlayapti kino. Qiz tanlash uchun обязательно bitta bola, bitta qiz turishi kerak banerda, chiroyli bashara. Nomi taka nimadir sevgi bo'lish kerak ekanda. O'shaning uchun kinoteatrga odam tushmadi. Lekin YouTube'dan eng ko'p pul topgan kinom shu bo'lgan. Shu kinoda eng ko'p berganimda, eng ko'p menga pul bergan kino shu bo'lgan. Uni hazillashmang-da. Bilasizku, juda ham shoshyapman. Uni ustiga odam asabiy bo'lib yuribdi shu kunlarda. Siz Toshkentda, xotin Samarqandda. Shuning uchun ham shoshyapmiz. Voy! Voy! Nima bo'ldi yana? Hozir. O'rtog'im qo'ng'iroq qilib qoldi. Shunda gaplashib oling. Alo? Qalaysan? O'rtoq, ishlaring yaxshimi? Uyingdagilar yaxshimi? Ne bo'lib ketding? Yo, bemalol gapiraver. Qayerga ham shoshardim? Hech qayerga shoshmayapmiz. Aytgancha biroz shoshilyapman. Bir yigitni Samarqandga olib ketyapman hozir. O'zi 4 yildan beri Toshkentda o'qir ekan, lekin xotini Samarqandda. Eng qizig'i xotini homilador. Yo, noto'g'ri tushunma, deya kulasan, noto'g'ri tushunma. U uyga tez borib kelib turar ekan. Bo'ldi, tushuntirib qo'ydim, xavotir olmang. Ana o'sha nima bo'ldi? Voy, yo'q-e. Shunaqa ishlar bo'lib ketdimi, ha? Menda ham yo'q-da, bo'lmasam jon deb yordam bergan bo'lardim. Qara, har kuni esimdan tashab qo'ysin, 10 kunda yig'ib qo'ysan, o'sha 10 mingni, to'g'rimi? Ortmayapti degan. Hozir to'xtab turib so'rab ko'raychi. Sizda 10 ming yo'qmi? O'zingiz ssenariy yozasiz, o'zingiz kino olasiz, o'zingiz ham o'sha o'zingizni filmingizda bosh qahramon obrazini o'ynaysizda. Sizga tomoshabinlardan shunaqa yozishgan ekan. Nima uchun o'zingizni kinongizda bosh qahramon obrazini o'zingiz gavdalantirasiz? Nima uchun? Endi bu mamlaqa bo'lgan, kinoda o'ynash xohlaganmiz, o'qiganmiz, qo'limizdan keladi, lekin borsa hech kim olmayapti. Pul so'rashyapti, pulimiz yo'q, berishga bergimiz ham kelmayapti. O'zimiz o'qib, o'rganib, lekin har bitta sohada, misol uchun rejissyorlikda ham men yaxshi rejissyorlardan dars olganman. Shuhrat Abbasovdan, Shoira Hamidovadan, praktikada shu assistent domlamiz bo'lganlar bizdan Jahongir Ahmedov kinolarida yurganmiz. O'zimdan o'zim bugun ertalab turib bugun kino olaman demagansiz. Ssenariy yozish bo'yicha ham O'zbekiston kinematografiya qoshida ochilgan ssenaristlik kursida Eliya Hasanovada o'qiganman. Bizlar bilan parallel shu Zulfiqor Musoqov, yana bir qancha o'sha hozir ismlari esimdan chiqib qoldi, juda zo'r ssenarist. Nima edi anaqa Abdullajonni, hozir rahmatli o'tib ketganlar, Abdullajonni yozgan ssenaristlar dars bergan, ulardan ham dars olganmiz. Biz o'sha keyin o'sha Mittani asarini o'qiganman qisman, Kino между Адом и Раем degan shu ssenaristlik haqida. Aytmoqchiman, dabdurustdan turib bo'ldi, men o'zim ssenariy yozaman, o'zim kino olaman bo'lmagan. Keyin kinoda boshidan o'zim olgan kinoda o'zim bosh rolni o'ynayman degan bo'lmagan xohishim. Men bitta kino olganman, 3 ta bola, bittasini o'zim o'ynayman. O'sha Sevgi ovchilari. Unda o'zim shu rolni o'zim o'ynayman degan. Keyingi kinoyimda tilimda emas, dilimda-da men o'ynamoqchi emas bo'lganman. Bosh rolga Shohruxxonni olmoqchi bo'lganmiz. Keyin uni taqdir taqozosi bilan ukasi o'ynagan Muhammad Ali. Yoniga ani o'zim o'ynagan qahramonga Asqar Hikmatov olishim kerak bo'lgan. Endi uni vaqtiga to'g'ri kelmagandek, hamma narsa tayyor, yumori bor aktyor topishim kerak. Topolmasdan, o'zim o'ynab olaman deganman. Lekin shunaqa ommalashib ketgan o'sha kino. Shu Zebo Navro'zova ham premyeraga kelib, men o'g'illarimni chunki resorga bermayman, senga berib yosh ekansan rosa qo'rqqan edim. Lekin kino zo'r chiqibdi. Shunda yoshlarni qamiradi, orqasidan kattalarni ergashtirib ketdi. Duotdilar deyman. Men taklif o'qitaman. Chunki rejissyor endi hozir qanaqa bilmayman, shu bizni kino otganimizda endi haqiqiy rejissyorlar o'zim haqiqiy rejissyorman demoqchi emasman. Xullas, kinoni qayta ko'rasiz-da. Syomka ssenariyda o'tirasiz, syomkada ko'rasiz, montajda ko'rasiz, kompozitor bilan ishlaysiz, azuchkada o'tirasiz.
xatolarimiz ko'rinaveradi. Ko'rinaveradi. Bitta anekdotni ham 2 marta eshitsangiz shu kulgili emas-u. Tasavvur qiling, bir 20 marta prosmotr qilasiz. Keyin u kino tayyor bo'ldi, уже yoqmay qoldi o'zimga. Kino yoqmayapti rostdan. Bilmayman nima bo'ladi deb o'ylayapman. Keyin kinoteatrlarda u payt olib borib, bitta kinoteatr xo'jayini bilan ham prosmotr bo'lardi. Xo'jayiniga yoqsa qo'yiladi. Bitta karis odam edi shu paytda panoramani rahbari. Birga o'tirib ko'ryapmiz. U payda u komediya. Komediya janri. Umuman ham deb qo'ymayapti-da endi. Endi o'zbekcha tushunadi. Keyin menga aytadi, bir 15-20 marta ko'rdik keyin aytadi, komediya dedi. Tem tushdi. Da dedim, bo'ldi uxladim proyektda. Premyera bo'ldi. Har bir premyerada o'tirib ko'ra olmayman o'zim kino. Orqaga turib olaman. Qanaqa zritellar, tomoshabin qanaqa ko'ryapti shu analiz qilib. Har bitta yumurga va kulyapti odamlar. Oxiri qatordan bizdan qoldi. O'sha payt bir 25 yosh bo'lsa, biz tengi hozir 37-40 yoshliklar tashibdi-da. Ana oxirida Muhammad Ali o'sha aldanganini bilib adamga aytib qo'ygan, qizingizga uylanmayman, menga yolg'onchi xotin kerak emas. Desa uni buratdi. Vaaaa! Turibda bechalyapti. Mazza qilgansiz o'zingizdan orqada. Qo'ydingmi, tushunmayman. Keyin tugadi kino, bunday chiqishayotganda meni ko'rib qoldi. "Voy, uka, malades, sen olganmisan kinoni?" Anaqa gangadi, marojniy kafega hammasi bizaniki, kellaring o'tiramiz, cho'rpoq qilamiz, mehmon qilamiz. Malades lekin bitta chiqsa, deb tashqarida Zebo Navro'zni maqtayaptilar. Bu yoqqa o'tsam Nozim To'laxo'jayev maqtayaptilar. O'zim bilmasam nima qilay. Aka, qarang, meni bitta qiziqtirgan savol bor-da, shu yerda berishim kerak. Mana haqiqatan ham sizning muvaffaqiyatli filmlaringiz juda ham ko'p-da. Lekin mana o'sha kino sohasiga kelishingizdan oldin san'atda qo'shiqchilik bilan shug'ullangansiz. Qo'shiqchilik bilan kirib kelgansizda, nima uchun o'sha payt qo'shiqchilikni boshlagan paytingizda to'xtagansizda, to'xta, men kino olishim kerak, aktyorlik qilishim kerak, qolib ketgan u. Ko'pchilik meni birinchi mana shu kinolarda, keyin shu My5 kanali bo'lgan paytda shu boshlovchi bo'lib ishlaganman. Boshlovchi, diktor, jurnalist sifatida tanigandik. Keyin qo'shiq aytganimni bilishgandi, keyin bu ham ashula aytibdi-da deyishgan. Vaholanki qo'shiq aytib yurgansiz. Uzun siz aytganingizdek birinchi qo'shiqchilikdan boshlagan. Qo'shiqchilikdan boshlagansiz. Qo'shiqchilik meni yoshligimdan kasalligim bo'lgan. Men даже shu teatralniy institutga ham qo'shiqchi bo'lib boraman. Aktyorlik ikkinchi planda bo'lganman. O'sha janob estrada aktyorligiga topshirgansiz. Ha. Nimaga konservatoriyaga topshirmaganman? Chunki o'tda musikalniy образование kerak, musiqiy savodxonlik kerak deyishgan. Men bilmasdim yoshligimda hech narsa qatnashmaganman. Nota bilmasang olmaydi deyishgan uchun teatralniga borganman. Lekin qo'shiqchilik uchun hozir ham paytda ham katta pul kerak. Menda pul bo'lmagan, sponsor bo'lmagan. O'zim diktish, o'zimga o'xshagan bolalar bilan tanishib, o'rtoq bo'lib, studiyalarda men she'r ham yozardim, ssenariy yozishimdan oldin. Ularga men she'r yozib berardim, ular muzikasini qilardi, birga sotardik ashulalar. Umar Shamsiyev kelibdi, zo'r ashula qilib bergan. Qanaqa edi hozir? Anaqa. Husniga shaydo bo'ldim men. Na 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 na. Ashula. Bitta yaqinda aytdingiz-ku, bitta qo'shig'im sababli meni zapret qilishgan. Saydin qo'shiq. O'shani yaqinda mana ijtimoiy tarmoqqa qo'ydim-ku, sizni belgilab Instagram sahifasiga joylaganda, tomoshabinlar, endi kuzatuvchilar, meni kuzatadiganlar o'sha haqiqatan ham musiqani shinavandalari kuzatishadi-da. Chunki ko'plab o'sha show biznes vakillari bilan intervyu qilaman, qo'shiqlardan qo'yaman, premyeralarga yuraman-da. aranjirovkasini musiqani o'sha bastalash ishlarini zo'r qilgan ekan, lekin zo'r chiqqan deyilgan. Faqat o'sha haqiqatan ham anu qo'shilgan joy janon bo'laman degan joy endi anu boshida so'zlarga qanchalik mos tushganini bilmaymiz-da. Siz o'zingiz ham aytdingiz-ku, o'sha adabiyotchi akalarimiz, o'sha adabiyot tushunadigan ijodkorlar shunaqa deb aytishgandi. O'sha joyini shunda olib tashlasa ham ashula buzilib qolmasdi aslida. Keyin men shu o'zbek kinodan, o'zbek navodan chaqirib shunaqa deb boshimga chiqishgandan keyin bo'pti shu joyni olib tashlayman desam ham yo'q, bo'ldi endi bu ashulaga ko'p e'tibor tushib qoldi. Hozir qolmasak, senga bizni chora ko'rmasak, bizga chora ko'rishadi deyishganda, ashulani taytiga bilan ana o'zbekchilikda bor, do'ppisini olib kelgan, chiqanlikni olib keladi. Shunaqa bo'lgan xullas. Lekin uni soundini, shu aranjirovkasini Baxtiyor Otaxonov ham bola qilgan. U Glerri maktabida o'qigan, kollejda o'qigan, konservatoriyada o'qigan, umrini musiqaga bag'ishlagan bolalardan. Shu bola aytganda shu joyni qo'shib ketdi. Men o'zi Saidin Niso kelgan xayolga o'zim yog'ini yozganman. Vaqtida mana shunaqa ashula qilaylik.
Davam bunaqa narsa qo'shinglar deb shu bola qo'shgan, soundlarni zo'r qilib bergan, shu joy qo'shilgan, shu joyning hisobiga aniq azapretga tushgan. Keyin xullas boyagi mavzuga shu qo'shiqchilikdan boshlaganman, lekin mablag' bo'lmagan. Shu boy aytganimda yana o'qiganimizdan keyin kinoda chiqamiz desa ham pul so'rashgan, shu pulimiz yo'qligi uchun biz o'zimiz kino olishga o'rganib olganmiz. Keyin shu keyin qo'shiqlarimni chiqarganimda, voy siz qo'shiq ham aytasiz, qo'ying, naqlaysiz, aktyorligingiz yaxshi, o'shani qo'ying. Hozircha o'zi aytishyaptimi qo'shiq ayting deb? Ani kuni keyin menda shu aytdim qo'shiq kasallik, men syomkalarga borsam hamma har xil narsa qiladi-yu. Men zerikib qolsam, charchab qolsam, o'zimni qilib ashula aytib yuraman. Bitta qiz aytib qoldi, aktrisa, "Men ashula aytmayapsiz" dedi. Shu o'ylayapman, aytdingmi yo'qmi, yaxshi o'tib qoldimmi? Aytish kerak aka, aytish kerak. Kliplari bilan aka yorvorsa bo'ladi. Ayting, pidani qilsam, ayting, faqat ani baqirgan ashulalar emas, u odam ani dam olish uchun ham maza qilib eshitagan liritsik ashulalar ham kerak-ku. Sizni ovozingiz mana shunaqa liritsik ashulalarga zo'r tushadi. Bitta narsa bor mana aka, sizni biz o'sha aktyor sifatida bilamiz, rejissyor sifatida bilamiz, ssenarist, qo'shiqchi, xonanda sifatida. Bugungi kunda qaysi biri bilan ko'proq shug'ullanyapsiz? Qaysi biriga e'tibor? Kunda aktyorlik bilan shug'ullanaman. Xohlaganim emas, masalan, menda hammasi e'tibor qo'shiqchilik kasallik. Bu aktyorlik hozirgi kunda nima desa bo'ladi, ani bozori chaqqonroq bo'lib qoldi deylik. Aktyorlikka aktyorligimga qolgan anaqalarimdan ko'ra talab ko'proq. Endi ssenaristlikka men nimaga o'tirmayapman hozir, chunki o'sha endi novellalarga yoki o'sha anaqalarga ssenariy yozim kelmaydi. Chunki misol uchun men o'zim olgan kinolarning ssenariysini kamida 1 yil kami bo'lganda 6 oy yozganman deb o'ylab yurganman. Qayerdadir nimadir ko'rib qolsam, shu optichkaga olib qo'yib tak o'zgartirib moslashdi. Hozirgilar bitta o'tirishda yozilyapti va o'shanga yarasha pul berilyapti-da. Endi misol uchun men bitta novellaga ssenariy yozaman desam, o'zimcha kamida bir hafta uni o'ylashim kerak, 2 kun yozishim kerak, o'shanga menga 800 ming so'm pul berishadi taxminan. 1 million. Shunday. Hamma aktyorlikka boraman deb 1 kun. Orada bemalol dam olgan vaqtim bo'lib, men epizodni olishim aytganda men dam olaman, misol telefon ko'raman, ana qilaman, uxlab ovqatlanaman. Charchaman, o'zimni qiynamasdan qo'limdan kelgan ish bilan shu pulni topaman. Hozirgi kunda o'zbek filmda yaxshi seriallar, yaxshi masalan ssenariylarga pul ajratilyapti deb eshitdim. Qay darajada? Men ham o'shani eshitdim. O'shanga men ham endi sekin aralashmoqchiman. Men orada uzilib qoldim hammasidan. Umuman san'at faqat shu aktyor bo'lib o'ynab yurdim. Qayerda nima bo'lyapti, yangi kinolar qanaqa bo'lyapti, umuman uzilib qoldim. Endi o'sha narsalarni xumor qilib, hozir bu yoqdagi ishlarim meni xalaqit bermasdan emas, meni qanaqadir maqsadda charchatgan ishlarim bor. Ko'p energiyam bo'lyapti, menga yoqmayapti. Men ularni to'xtatmoqchi emasman. Chegaralamoqchiman, vaqtini chegaralamoqchiman. Shug'ullanadiganim palon vaqt shug'ullanaman, определенный mamnaqasi bilan shug'ullanaman, ma'mula bilan shug'ullanmayman deb o'zim uchun miyamda filtr qilib yuribman hozir. Asosan shu urg'uni shu kontentga, filmlarga, seriallarga qaratmoqchiman. Hozir o'sha kinoni rivojlantirish uchun juda ko'plab festivallar, xalqaro festivallar mana masalan o'tkazilyapti o'zbek film tomonidan. Yaxshi seriallarga, qisqa metrajga, yaxshi filmlarda mana bizani institutdan bittasi oldi. 120 million pul ajratishdi. Qisqa metrajga film uchun-da. Men o'zim ham boshladim serial. Tayyor o'zim haydab yurgan mashinani tikib sotib borib, pulimni chiqarmadim. Chosmi ham kimga yuqtirgan ekanda u ham. Mana hozir aytyapsiz-ku aka, risk qilmayman dedingiz. Demak, risk qilgan ekansiz. Qilganman. U paytda yosh edim. U paytda mas'uliyatim kam edi. U paytda o'zimni qornimni to'ydirsam bo'ldi bo'lgan. U paytda nimadirlarni eplab qoyillatib qo'ygan bo'lganman. To'yimni qildim o'zim. Odamlarga mashina olib berdim, o'zim mashina oldim. Endi uyim bor edi, uyimni remont qildim. Ular qildimda, rezultatlar qildimda. O'sha paytda o'zim haydab yurgan mashinani bitta tiksam, bunaqa mashinani 3 ta pul chiqargan deb qo'rardim. Lekin hozir bitta mashinam pulim bor. Hatto
risk 50 chiqadimi chiqmaydimi desa yo'q to'xta undan ko'ra mana bu yerda ishlarimni qila qolaman. Mana bu oxirgi piramida seriali u sizni prodyuserlik emas, unda faqat rol ijro qilgansiz. Bu yerda Umid Soatov degan o'zimiz o'rtog'imiz, shu bizdan kattaroq kursda o'qigan institut. U bola qanaqa chiqib kelganini ko'z o'ngimizda bo'lgan. U bola ham o'sha Toshkent viloyatidan kelgan, hech narsasi yo'q bola bo'lgan, o'zi harakat qilib, bu yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, kinostudiya ochib, hozir shu darajaga yetdi. Ana kuni shu soat ko'rib, o'ylayapman. Shu ular bilan bizni taxminan baravar boshlaganmiz-da ishni. Hozir lekin O'zbekistondagi eng muvaffaqiyatli prodyuserlardan bittasi. Aktyorskiy karyerasi ketmadi. Aktyorskiyga uncha o'zi ham urg'u bermadi. Rejissyorlikka ham ketmadi, prodyuserlikka o'tdi. Hozir shu MyFF kanalida bitta novella uniki hozir kunda bitta har haftada bitta ketadigan bitta kino proyekti bor. Undan tashqari o'sha mana shu piramida seriali oxirgi muvaffaqiyatli proyektlaridan xullas prodyuser sifatida haqiqatan lekin hozir suratdagi gapirgan gaplari haqiqatan men ham o'sha rejissyor juda ko'p narsa bog'liq rejissyorga. Albatta. Hali o'sha spektaklda ham, o'sha kinoda ham, hatto serialda ham rejissyorga juda katta narsa bog'liq, lekin juda mas'uliyatli. Juda mas'uliyatli. O'zingda bo'lmasa o'zingga bera olmaysan degan gap to'ppa-to'g'ri. Yana bir savol bermoqchiman. Hozirgi kunda mana hozir blogerlar haqida gaplashdik, ijtimoiy tarmoqlarda gaplashdik. Misol uchun o'sha paytlarda panoramada to'lganda zallar, kinolarda masalan anshlag bo'lgan. O'sha payt lekin Instagramda, masalan internetda reklama unaqacha katta bo'lmaganda, lekin hozirgi kunda reklama bo'lsa ham panoramalarda o'sha premyerada, kinolarda to'lmayapti zal. Bunga qanday qaraysiz? Bundoq qarayman. Bundoq. Buni ham sababi bor. Zamon tezlashib ketdi. Odamlar endi 2 soatlik kino ko'rgisi kelmaydi. Odamlar qancha nima udobstvo ko'p bo'lsa, odam shuncha yalqovlashib boraveradi. Bu tarixdan isbotlangan. Hamma informatsiya o'sha biz mana dopamin ekanda, miyamizda tipi bizga baxt gormoni beradigan narsa bu dopamin ekan. Biz dopaminni biz yoshligimizda, biz yoshligimizda kattalar nimadan olgan? Kitoblardan, jurnallardan, gazetalardan, filmlardan 3 soat, 4 soat. Biz katta bo'ldik, biz kitoblardan sal uzoqlashdik-da, bizani pakani. Shu kinolardan olishni boshladi. Bizdan keyingilar shu Instagramlarda 1 minutlik, yarim minutlik, 1,5 minutlik roliklardan olishni boshlashdi. 1 minutlik, 1,5 minutlik roliklarni ko'rib, maza qilib yurgan odam bitta o'tirib 1 soat, 1,5 soatlik kinoni o'tirishga erinib qoladi. Mana biza kitob o'qishga qanaqa eringanmiz paytda. Ularga kino ko'rish shunaqa og'ir bo'lib qoladi. Endi tasavvur qiling, hamma o'tiryapti, telefonida bor, yig'latadigan narsa ham chiqyapti, kuldiradigan narsa ham chiqyapti, achinarli narsa chiqyapti, palon pistonchini o'ldirib ketibdi chiqyapti. Kim ko'rib boradi, vaqtini sarflab, kinoteatrga borish ham bu bitta jarayonda, ertalab turib, to'mbilib, sochingizni tarab, misol uchun qizingiz bilan boradigan, uylanganmisiz? Qizingiz bilan borgan bo'lsangiz, unga oldindan u bilan kelishib, joyga borib gulpul olasizmi? Endi hozir qanaqa bilmaymiz, payt shunaqa gulpul olasizmi? Olgansiz deyman. Olib borib, kinoteatrda birga tomosha qilib, u bilan keyin chiqib, обязательно qayerdadir ovqatlanib, uni uyiga kuzatib qo'yib, yoningizda pul qolmasdan pishkom ketib, shunaqa jarayonda. Bu jarayon butun vaqtingizga qancha pulingiz ketadi. Xuddi o'sha baxtni tipi garm anaqani dopaminni shu telefon beryapti, odamlar zombilashib ketyapti. Seriali to'g'ri bo'ldi. Instagramda ham bitta aqlli odam bilan gaplashib qoldim, nima? Orada bir Instagram yozdim. Lekin tan olaman, men Instagramni mensimagan odam edim. Bu ham bir soha ekan. Bunga ham bir punkt kerak ekan. Bunga ham bir reja qilish kerak ekan. Men o'zimcha ish orasida qilib ketaman deb o'yladim, bo'lmas ekan unaqa qilsa. Bo'lmas ekan. Lekin bir orada qunt qilib qildim, o'xshadi, qo'limdan kelar ekan dedim. Keyin orada boshqa yaxshi takliflar bo'ldi. Ular bilan chalg'dim, bu qolib ketdi yana. O'sha o'xshab turgan paytida menga reklama olish kerak. Reklamalar chiqishni boshladi. Reklamalar chiqish. Bosib olish haqida emas hozir gap. Bitta aqlli odam bilan gaplashib qoldim, restorator. Restorator o'sha Little Italia pizzani основатель. Ular aytibdilar menga, men palonchi pistonchi, endi imенно aytmayman, ko'pchilik o'rtog'imiz, tanishimiz. Palonchi pistonchi bachkana blogerlarni ko'rmayman, menga yoqmaydi ular. Men seni chaqirganim, senda takoy ozgina bo'lsa ham ma'nosi bor ekan dedi. Eng chiroyli qilib aytdilar, men primo qilib aytaman. Ma'no bor ekan. Lekin deyaptilar, bitta narsani eslab qoling deyaptilar.
mana shu bachkana yumorli narsalarni уже to'g'ri tugayapti doktor. To'ppa-to'g'ri. Odamlar ko'rayotganda уже faqat vaqtini o'tkazish uchun emas, уже nimadir foydali narsa oladigan, kontent beradigan odamlarda qoladi. Уже anu faqat bachkanalik, yumor, jinnig'inni narsalardan sekin odamlar uzoqlashadi. Chunki odamlar bunga to'yib bo'ldi, doktor. Haqiqatan shunaqa mana shu birinchi Vayner blogerlar chiqqanda e'tibor bersanglar, hech qanaqa foydali kontent bilan shug'ullanadigan blogerlar bo'lmagan deyarli. Lekin hozir Juda ko'p. eng ko'pi foydali kontent qilganlarni podpischka ularnikidan kam emas. Bolaliklari haqida o'shanga kelyotgandim. Ha, siz gapirib Hozirgi o'sha kasallikka mubtalo bo'lganmiz hammamiz telefonga. Bolalikda hayotdan, yashashdan maza qilardik. O'ynardik bolalar bilan ko'chada. Biz o'sha bolaligimiz tugayotgan paytda kompyuterxonalar ochilgan. Biz 9-sinf litsey kollej paytimizda kontrlar chiqqan payt. Bizdan keyingi pokoleniya o'sha Counter, GTA pokoleniya. Hozirgilar nima Roblox, albatta undan qo'rquvchilik. O'shalardan o'yin futbol o'ynaganmiz, biz lanka o'ynaganmiz, chilli o'ynaganmiz, rostda. Eng oxirgi tosh g'ish urish o'ynaganmiz. O'sha g'ish urishda men zo'r o'ynardim, yutib qo'yardim. Mana bunaqa probkalar o'ynardik o'zim o'rtoqlar bilan. O'shalarni o'ynaganmiz, o'shalardan maza qilganmiz. Keyin o'zim mana bunaqa bitta tajriba qildim. Bizda qarindoshlar bilan shunaqa odatimiz bor. 2 oyda, 3 oyda bir dacha, Toshkentda emas, dachalar ko'payib ketdi hozir. Shu dachaga yig'ilamiz. Erkaklar faqat hamma bolachalarni olib kelamiz. O'zim bolasini olib keladi. Kichkinadan kattagacha. E'tibor berolmay bir borganimda hammasi telefonda, hammasi mana shundoq. Endi bizdan kattalar ko'p o'tdi, akalarim ketdim. Men hammasidan olib qo'ymoqchiman telefonni. Nima deysizlar? Sen zo'r o'ylabsan, da'vat qil. Bizni shunga anaqa xijolat bo'lib turadi. Hamma jiyanim kattasidan tortib kichkinasigacha hammasini telefonini yig'ishtirdim, tepaga qo'yib qo'ydim. Qaysi biring olsang dabdalangni chiqaraman. Bolalar o'ynadi-da ekanga. Bolalar boraligini cho'milyapti, basseynda cho'milyapti, shaxmat o'ynayapti, pastda katta podvol bor ekan, futbol o'ynayapti. Men ular bilan birpas o'ynab, o'zim hanzirab qolib, bitta-ikkita jiyanim ko'ramiz, shunaqa zo'r o'ynayapti-da. Adasiga aytaman, ber futbolga. Duxu balan ekan, shunaqa Husanovga o'xshab patkatlab qo'ydi o'zidan katta bolalarga. Agar oldingi safar borganimizda hammasi shunday o'tirgan, nima shunday. Aka, ko'rsatuvimiz shu joyida o'z nihoyasiga yetib boryapti va ko'rsatuvimiz oxirida bir mehmonlarimiz bilan bajaradigan shartimiz bor. Bu improvizatsiya sharti bo'ladi. Siz hozir telefoningizni olasizda, shu hammamiz bilgan ijodkorga qo'ng'iroq qilasizda. Hazil mutoyiba qilamiz. Biz sizga mana bunday suratlarni ko'rsatib turamiz. Suratda nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha suhbatga aralashtirib gaplashishingiz kerak. Kimga telefon qilamiz aka? Merdanga qilamiz, Merdan. Zo'r. Merdan aka qo'ng'iroq qilsak bo'ladi. Shu paytda bolalikdan o'rtoq hazillarni ko'taraman. Mavzu sizga berilgan kino olamiz. Merdan aka siz bilan tengmi? Bizdan bir yosh katta. Bir kino olsak sizda va suhbat davomida mana shu buyumlarni ishlatishingiz kerak bo'ladi. O'zi bu anchadan beri shu Sevgi ovchilari degan kino olganmiz-a, bizcha. O'shani davomini olaylik degan fikr bor. Mana. Keyin bu yana qiziq voqea. Premyera bo'ldi, seanslarda ketdi, keyin televizorda qo'ydi. Birinchi marta televizorda qo'yilgan telefon qilyapti menga Merdan. Surat deydi, tug'ilgan kunimda ham buncha ko'p odam telefon qilmagan. Telefon qilaymi? Qo'ng'iroq qiling. Ko'rsatuvda ekanligingizni aytmasligingiz kerak lekin. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Surat, yaxshimisan do'stim? Merdan qalaysan? Ishlaring yotdi? Zo'r, rahmat. Sen bezovta qilmadingmi? Yo'q. Merdan telefon qilayotganim. Ha. Uni men davomini o'ylab ancha pishirib qo'ydim. Sevgi ovchilarining ikkisini. Aha. Sevgi ovchilari Dubaydami bo'ladi nomi. O'shani davomini xullas ssenariysiga o'tiryapman-da, bitta masala qiynayapti-da meni. Sen ham chochingni pastdan ukladka qilib yurasan, o'zing qilasan buni. Ha? U ham Dubayga ketsa, bemalol qila olasan-da o'zing. U tabiiy stilist topa olamizmi senga yo'qmi? Ya, o'zim qilaman hammasini. Fening bormi? Ha? Fening bormi? Fen? Bor. Uni ham olasan-da, to'g'rimi? Ha? Bugun nechida bo'shaysan? Soat nechida bo'shaysan? Bir o'tirib shuni gaplashamizmi, do'stim? Lipoy beraman, do'stim.
Hozir ham bo'shmisan? Ha, bo'shman. Anaqa endi hamyoningda necha pul bor hozir? Hammamdan. Ha, aytmoqchiman endi 7 million. Ha, bo'ldi, yetar ekan. Men qornim ochroqdi-yu, bu narsaga yeb gaplashib o'tiramiz-mi, zotidim. Keyin qara, bittadan so'ramoqchi edim. Endi bar u paytdanchi yosh bo'lganmiz-ku. Aha. Men ozgina vес oldim oxirgi payt. Aha. Ana Tarozga chiqsam 97 kilomanda. Xullas keyin dieta qildim, 7 kilo Ha, dieta qildim-da 7 kilo tashladim. Aha. O'shanga san ham ozgina vес tashlab turgan endi hozir Bahodir aka ana kuni ko'rdim normalniy. Men vashi ozib ketganman-ku. Ya ozib ketgansan? Ha, uni ortiq qanaqa olsam ham preslarım chiqyapti. Ha, yo'q, seriously. Bo'ldi, keyin ana yuzlaring teksa, ana dazmol shart emas-da, tako, ana endi qarib qolgan bo'lishimiz kerak emas-da, uylanmagan bo'lamiz. Men uylanmaganman, qilyapti, o'rta. Hop, kassaga ta'sir qilish uchun o'ylayapman-da, fikrlar ko'p-da hozir o'shani aytib olayman. Kassaga ta'sir qilish uchun anaqalarni ham olamizmi, ana otlar nima edi, ana Kesay polvonni o'ynagan odam bor shaytanatda. Xohlaganingni ol. Do'stim, sen rejissyorsan, xohlaganingni chaqir. E'tirozlar yo'q. Keyin Adiz akaga nima deysan? Adiz akani ham olsa bitta rol o'yladim-da ularga ham. Zo'r deyman. Nech pulga chiqarkinlar hozir xabaring yo'qmi? Bilmayman. Sen nimaga bunaqa savol beryapsan? fikrlar kelyapti-da, ya'ni ijod, imkon keladi, ilhom. Shunaqa bo'ladi ijodkorda. O gapi eshitadigan fikrlar kelyapti sandan. Qara, Adiz aka bilan yaxshimisan, o'zsa Adiz aka bilan yaxshimisan? Ha, yaxshi. Bo'ldi, o'zing gaplashasan Adiz aka bilan. Surat nima bo'lyapsan, o'rtoq? Merdan aka, assalomu alaykum. Bay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hayotman aka? Yaxshimisiz? Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Biz Trendtasiz degan ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz aka sizni. Ha, yaxshimisiz, charchamadingiz. Rahmat, zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Qimmatli vaqtingizni olib qo'ymadikmi? Yo'q, surat o'zi shunaqa постоянный chiroyli salomlashsa bo'ldi. Assalomu alaykum deb boshlasa bo'ldi. Bo'lmasa bor qalaysan desa bo'ldi. Yo'q. Assalomu alaykum deb boshlasa demak yonida kimdir bor, nimadir bor, o'rgatib qo'ygan menga. Ha, oldindan kelishilgan ekan bo'lmasa. Yo'q. Bu surat o'zi shunaqa. O'tgan safar ham assalomu alaykum. Yerdan do'stim, yaxshimisan? O'zgarib qoldi, cho'tadim. Kimga qo'ng'iroq qilamiz deganda Merdanga qilaman dedilar. Ha, bo'ldi aka dedim. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tyaptimi efir? Zo'r o'tyapti aka. Sizga ham rahmat ishtirok uchun. Surat o'zi zo'r. Yaxshi, suxonnon, yaxshi anaqa nima deydi? Rejissyor. Mehmon. Ha, yaxshi akalar. Yaxshi odam deyomading-a lekin. Anaqa surat. Lekin men bu aytgan gaplaring hammasi zo'r fikr. Qilish kerak. Da, qilamiz o'rtoq. Albatta kutib Bu qolamiz. rostdan o'zi qilinmoqchi bo'lgan, hozir shartga ham to'g'ri kelib qoldi. Menga rasm ko'rsatib turishdi, o'shani aytib berdim, lekin to'g'ri tushdi. O'sha o'ylanayotgan narsalar shu hammasi. Qilamiz, xudo xolasa shu kursda ijodkorlarni ham chaqiramiz. Nima deydi? Erkin Komil. Almashtiradigan joyi to'g'ri tushdi. Undan ko'ra seni almashtirganimiz yaxshi. Ha, undan ko'ra mani o'rnimga olganlar yaxshi. Bo'ldi. Merdan aka kelgusi dasturimizda sizni ham kutamiz. Kelgusi dasturimizda. Bo'ldi, o'rtoq, xabarlashamiz, charchama. Xo'p, omad sizlarga. Xo'p. Charchamang aka, sog' bo'ling. Aka sizdan nima kutib qolishsin ijodiy ishlardan? Ijodiy ishni kutib qolinglar. Xudo xolasa men asosiy endi fokusimni ijodga qaratmoqchiman. Albatta, Surat Islomovdan o'sha yaxshi ijodiy namunalar. Bitta anaqa qilaylik, apros qilaylik. Ijodimizni sog'inganlar, yo'q kutayotganlar bormi? Shu fikringlarni yozing. Ijtimoiy tarmoqlarda bizga kommentariylar yozing. Yozinglar, o'sha kino sohasidan, qo'shiqchilikdanmi? Aktyorlikdan Agar rostdan ham shu tomoshabinlar kutayotgan bo'lsa, sog'ingan bo'lsa kinolarimiz qilamiz. Albatta. Agar ko'pchilik, "Ya, aka, qo'ying, nima qilasiz?" Yo, unaqa deyishmaydi. Unaqa deyishmaydi. Dissa qo'ying. Lekin men
bitta narsani aytib o'tib ketaman. Yoshligimda haqiqatdan Surat Islomovning o'sha Shunqorlar filmini ko'rib maza qilganman. Hali ham yoshsiz. Aka, men bolaligimda. Yoshi o'tib ketgan uni. Bolaligimda. Yoshi o'tib ketgan 26 Rahmat ekran. azizlar, xullas bizdan uzoqlashmang. Agar ko'rsatuvimizda qaysi mehmonni ko'rishni istasangiz, ijtimoiy tarmoqlarimizda yozib qoldiring. O'z izohlaringizda faol bo'ling. Biz siz bergan savollarni Bizning izohlarimizda faol bo'lsin. O'zlarinikida emas. Albatta, bizning izohlarimizda faol bo'ling. Biz siz sevgan san'atkorlarni ko'rsatuvimizga chaqirishdan charchamaymiz. Kelgusi haftada yorug' yuz ila ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Sog' bo'linglar. Hamkasblar, sizlarni jismoniy tarbiya bo'yicha yangi o'qituvchi bilan tanishtirmoqchiman. Demak, Sattorov nima edi? Narimon. Ochig'i bizda o'qituvchilar bir-biriga ismi sharifini aytib murojaat qilishadi. Narimon Sultonovich. Bu boshqa gap. Narimonjon kollejimizga yo'llanma bilan yuborilgan. Xudoga shukr. Azob uqubatlarimiz tugayapti. Ja unchalik emasdir, Mavjuda Rahimovna. Tanishing, bu kishi o'quv ishlari bo'yicha bo'lim mudiri Mavjuda Rahimovna. Ona tili va adabiyotdan dars beradilar. Sayyora Ikromovna biologiya fanidan o'quvchilarimizga saboq beradilar. Bu kishi ingliz tili o'qituvchisi. Yaxshimisiz? Lobar Po'latovna. Yaxshimisiz. Qisqasi, o'qituvchilarimiz bir-biridan yaxshi. O'quvchilarimiz Anvar Vohidovich, o'quvchilarni gapirmasa ham bo'ladi. Buni hamma biladi. Kollej emas, turgan bitgani sirk. Iltimos, yosh o'qituvchilarni qo'rqitmang, Mavjuda Rahimovna. Yuring, Narimon Sultonovich. Mehnat o'qituvchisi. Tesha Boltayevich. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuring, Narimon Sultonovich, sizga kollejimizni ko'rsataman. Bizda tanishing Nigora Ahmedovna. Kollej yetakchisi.